Qanday qilib Zikr avtomobilini to'g'ri zaryad oldirish kerak? Agar siz Zikr egasi bo'lsangiz yoki yaqin orada Zikr avtomobilini sotib olmoqchi bo'lsangiz, unda ushbu videoda biz sizga bosqichma-bosqich tushuntirib o'tamiz. Zaryadlash stansiyasiga keling, uni ishlayotganini va siz uchun to'g'ri kelishini tekshiring. Keyin esa avtomobilingizni parking rejimiga o'tkazing. Displey orqali yoki Zikrning o'ng taraf orqasida zaryadlash portini oching. Zaryadlash kabelini oling va ehtiyotkorlik bilan uni elektromobilga ulang. Avtomobilingizning parametrlarini displeyda yoki zaryadlash stansiyasida batareyaning foizi, zaryadkaning kuchi va tugashga qancha vaqt qolganligini kuzating. Avtomobil to'liq quvvatlangach, displeyda stop yozuvini bosing. To'lovlarni To'lpor ilovasi orqali to'lashingiz mumkin. Ushbu kompaniya O'zbekistonda ko'plab zaryadlash stansiyalariga ega. Zikr, komfort, texnologiyalar va zamonaviy uslubni tanlaydiganlar uchun elektromobil. Bizning Zikr Sergeli rasmiy avtosalonimizga tashrif buyuring va biz sizga Zikr haqida batafsil ma'lumot beramiz.